Sizda ham bo'ladimi? Vроде бы hayotingizda to'g'ri yo'lda ketyapsiz. Mehnat qilyapsiz. Nimadir ish bilan bandsiz. O'qiyapsiz, ishlayapsiz. Balkim qayerdadir yollanma ishchi bo'lib ishlayapsiz. Balkim qayerdadir o'zingizni ishingizni, hunaringizni, biznesingizni rivojlantiryapsiz. Qaysidir institutda o'qiyotgan bo'lishingiz mumkin. Maktabda, kollejda, litseyda. Lekin shu ichingizda tuyg'u bor. Shu nimadirni siz noto'g'ri sarflayapsiz. Shu nimadir kelayotgan xayollar agar bitta so'z bilan ifodalaydigan bo'lsak, ibora bilan hayot valyutasi desa bo'ladi. Ya'ni valyuta жизни. Sizning hayotingizdagi eng asosiy valyutani siz balkim qat'iyatdir noto'g'ri ishlatayotgandirsiz. Shu narsadan ichingizda xotirjamlik yo'q. Endi keling bir o'ylab ko'raylik. Hayot valyutasi o'zi nima bo'lishi mumkin? Endi hozir hayolimizga birinchi kelgan narsa dollar, yevro, shunaqa narsa bo'lsa kerak. Pul bitta qilib aytganda. Ularning orasidan hozir dunyoni katta o'zini o'rniga ega bu dollar. Dollarmikan hayotning valyutasi, ya'ni pul. Bo'lishi mumkin. Ishladingiz, qanchadir vaqtingizni siz pulga almashtirdingiz. Yoki xizmat ko'rsatdingiz. Qanchadir vaqtingizni sarflab siz biznesni yoki produktni yo'lga qo'ygansiz, o'sha sizga pul olib kelyapti. Mayli, balkim pul bo'lishi mumkin. Lekin misol uchun Warren Buffett, Bill Gates'ni olaylik. Umrini o'sha oxirgi yillarni yashab o'tayotgan dunyodagi o'zini vaqtida eng boy odam bo'lgan odamlar, insonlar. O'shalardan so'rashga imkoniyatimiz bo'lganda katta ehtimol bilan ular pul demagan bo'lardi. Nimaga? Sog'lig'ini sotib ola olaydimi? Vaqtini sotib ola olaydimi? Yo'q. Unaqa narsalar yo'q. Demak, bu hozir qilgan fikr mulohazamizda pul emas degan to'xtamga keldik. Mayli, pul emas ekan. Hozir misol uchun aytib o'tdim. Siz o'zingizni vaqtingizni ishda pulga almashtirdingiz deb. Demak, vaqtmikan? Bo'lishi mumkin. Vaqt. Unda olib qarasa, vaqtingizni nimaga sarflayotgan bo'lsangiz, demak, vaqt har doim siz bilan birga, u sizning hayotingizdagi asosiy valyuta. Siz uni ishga, o'qishga, do'stlar, oila davrasida vaqt o'tkazishga sarflashingiz mumkin. Demak, vaqt. To'g'rimi? Vaqtmi? O'ylab ko'rdingizmi? Lekin misol uchun sizga men bitta ichingizdan o'tgan his-tuyg'uni aytsam. O'qishga bordingiz. 2 para, 3 para, 4 para. Chiqdingiz, soat obed 1, 2, 3. Lekin vaqtingiz qayerga ketganini sezmay qoldingiz. Boshqa misol. Ishdasiz, o'tiribsiz. Ertalab 9 da kelgansiz. Soat 6 bo'ldi, chiqib ketyapsiz. Lekin sizning esingizda faqat hamkasblaringiz bilan obedga chiqib kelganingiz, 1-2 marta kofe yoki sigaret chekkani chiqib kelganingiz, kimdir bilan gap sotganingiz. Vaholanki siz ish uchun ajratilgan 8 soat vaqtingiz esingizda yo'q. Xuddi vaqt bekorga o'tganga o'xshaydi. Kattaroq o'lchamda oladigan bo'lsangiz ham eslab qolasiz, o'ylab qolasiz. Mana 20 ga kirimman, 30 ga kirimman, 40 ga kirimman. Qanaqa shu vaqtga kelib qolganimni bilmay qoldim. Hammasi xuddi bir kunda o'tib ketib qolganga o'xshaydi. Kechigidek esimda deydi. Demak, vaqt emas ekan. Yaxshilab ahamiyat bersangiz. Unda nima degan savol keladi? Sizning hayotdagi eng asosiy valyutangiz bu sizning e'tiboringiz. Nimaga e'tibor qaratayotgan bo'lsangiz,
o'sha narsa har doim sizni esingizda, o'sha narsa bilan siz har doim hayolingizda olib yurgan bo'lasiz. Demak, bizani oldimizda bu to'xtam chiqyapti. Bizani asosiy hayotdagi valyutamiz bu e'tibor. Nega men bu mavzudan boshladim? Birinchi videoyimni ko'rganlar bo'lsa, oranglarda o'sha yerda chalg'ituvchi faktorlar to'g'risida aytdim. Ular qanaqa chalg'itadi degan savolga keladigan bo'lsa, hammasi sizni e'tiboringizni olib qochish bilan band. Nimaga? Chunki e'tibor sizni asosiy o'zingiz egalik qila oladigan valyutangiz. Vaqt emas, vaqt sizni qo'lingizda emas. Bugun uxlab ertaga turishingizni ham bilmaysiz. Demak, vaqt emas. Pul emas. Pul bugun bor, ertaga yo'q. Kimdadir ko'p, kimdadir kam. Lekin u ham dunyoni tashqi sizga beradigan bir qiymat evaziga beradigan bir tovar pul. Olib qarasa o'zi tegadi. Lekin e'tibor har doim o'zingizda. Nimaga e'tiborni siz qaratsangiz, o'sha narsa bilan siz band bo'lasiz. Bu haqiqat. Bu narsani yaxshilab bitta o'tirib, hazm qilib tushunib yetish kerak. Shu e'tiboringiz sizni hayotingizdagi eng katta ahamiyat berishingiz kerak bo'lgan narsalardan bittasi. Nega unaqa? Nega misol uchun o'sha siz ishda o'tirganingizda vaqt qanday o'tganini sezmaysiz? Chunki e'tiboringiz umuman boshqa narsaga qaratilgan bo'ladi. Qo'lingizdagi telefonga, uning ichidagi ijtimoiy tarmoqlarga, yoningizdagi o'tirgan hamkasbingiz bilan gaplashayotgan hazil-huzul, ishxonaning ichida bo'layotgan gaplarga yoki-da va hokazo. Qattandir yana yengilliklar kelib qoladi, kimdir mashinasi yonib ketgan, qattandir kuchli avariya bo'lgan, qaysidir prezident boshqa prezident bilan bir mojaro qanaqadir yuzaga kelgan va hokazo va hokazo. Mana e'tiboringiz sizni nima bilanman. Nega bu narsa muhim desanglar, e'tiboringiz o'zi qaratilishi kerak bo'lgan. Mani nazarim bo'yicha eng целевой, ya'ni maqsadli narsa bu sizni o'zingiz. Qachonki sizni e'tiboringiz boshqa narsa bilan band bo'lsa, o'sha narsa sizni e'tiboringiz bilan boyitiladi. Nega misol uchun Instagram milliardli kompaniya bo'lib ketgan? Chunki odamlar shu narsaga e'tibor berib, shu narsani boqadi e'tibori bilan. Hozirgi kunda 21-asrda eng katta kurash ketayotgan narsa bu odamlarning e'tibori. Bu narsani tushunib yetish kerak. Bu narsa hazilakam gap emas. Bu sizni hayotingizni ertaga oldingizda agar kattaroq maqsadlar qo'ygan inson bo'lsangiz, o'sha maqsadlarga erishish yoki erishmasligingizni hal qiluvchi katta bir faktorlardan bittasi. Agar siz e'tiboringizni o'zingizga qaratmaydigan bo'lsangiz, siz har doim tashqi dunyoni o'zingizni kuchingiz, ichingizdagi energiyangiz bilan boyitasiz. Aksincha lekin o'sha e'tibor o'zingizga qaraydigan bo'lsa, siz o'zingizni ichingizdagi muammolar, hal bo'lish kerak bo'lgan narsalar, intilish kerak bo'lgan maqsadlar, qilinish kerak bo'lgan ishlarga qaratasiz. Va oqibatida shu ishlar sizni har doim hayolingizda bo'lgani uchun, e'tiboringiz shunga qaragani uchun baribir oxir-oqibat siz harakatni boshlaysiz. Hamma harakat qilish kerakligi to'g'risida aytadi. Bo'ldi, olding qil deydi. Nima, shunisi ham qiyinmi deydi. Ertalab vaqtli tur deydi, sport bilan shug'ullan deydi. Ishingni tashagin deydi, boshidan e'tibori biznes boshlagan deydi. Bu narsalar o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi. Bitta narsani tushunish kerak. Birinchi o'rinda bu narsalarga e'tibor qaratilish kerak. Siz faqat butun yurgan mashi axlat oqim informatsiya axlatida yurgan paytingiz, o'zingizdan o'zingiz bitta ko'rib qo'ygan videoyingiz yoki motivatsion qanaqadir postingiz e'tiboringizni o'zingizga qaytarish hisoblanmaydi. Siz bu narsa bilan ertayu kech band bo'lishingiz kerak. Ertalab turdingizmi? E'tiboringiz o'zingizga qaragan bo'lishi kerak. Nima qildim? Qanaqa ahvoldaman? Sog'lig'im qanaqa? Bugungi rejalarim qanaqa? Nima ish qilaman? Ishga boramanmi? Sport bilan shug'ullanamanmi? Bu bir. Endi
o'sha ishlar bilan shug'ullanayotgan paytingiz ham e'tiboringiz o'zingizda bo'lishi kerak. Telefonda emas, yoningizdagi hamkasbingizda emas, yoki bir boshqa chalg'ituvchi narsalarda emas, o'yinlarda, shunga o'xshagan narsalarda yo'q, o'zingizda. Nima ish bilan shug'ullanyapman? Shu ish menga nima beradi? Menga o'zi bu narsa kerakmi? Shu narsani qanaqa darajada qilyapman? Yaxshi qilyapmanmi, yomon qilyapmanmi? Bu ishni o'zi qilgim kelyaptimi, qilgim kelmayaptimi? Shunga o'xshagan savollar. Ya'ni e'tibor. E'tiborni o'zimizga qaytaraylik o'rtoqlar. Bu sizlarni hayotinglardagi eng katta valyuta. Bu valyutani bekorga bo'lar bo'lmasga sarflab tashlashdan o'zimizdan tiyish kerak. Ehtiyotkorlik bilan to'g'ri joyga yo'naltirishga harakat qilishimiz kerak. Shunda Xudo xolasa o'zgarish bo'ladi. Yaxshi tomonga o'zgarish bo'ladi. Bu narsani men nimaga aytayapman? Bu narsani men o'zimda ham sezganman. Sezib, boshimdan o'tkazib, e'tiborim ko'p joyga chalg'ib ketayotganligini sezganimdan keyin sekin-sekin qirqishni boshlaganman. Kerak emas joylardan, kerak emas narsalardan, boshida bu tiyilishdan boshlanadi. Mayli, shu ekranda vremyani ochib qarang, Instagramingizni ko'ring. 3 soat vaqtingiz ketyaptimi? 2 soat vaqtingiz ketyaptimi? 1 soat vaqtingiz ketyaptimi? O'shani qisqartirishga harakat qiling. 30%, 20%, 15% ga qisqartiring boshida. Bora-bora bu qisqartirib sekin-sekin yo'q bo'lib ketadi. Minimal sizni hayotingiz uchun o'zingizdagi jamlangan e'tiboringizga foydaga ishlaydigan darajada faqat hayotingizda qoladi bu narsa. Undan ortiq o'zingiz ham bu narsani xush ko'rmay qolasiz. E'tiboringiz o'zingizdan chetlashishini sezib qolasiz. Boshqa narsalar bilan band bo'lib qolganingiz, boshqa odamlarning hayoti bilan band bo'lib qolganingiz, boshqa odamlarning qilayotgan ishi, erishayotgan narsalari yoki erisha olmagan narsalar bilan band bo'lib qolganingizni o'zingiz sezasiz va shu narsalardan o'zingizni tiyishni boshlaysiz. Buni hammasi e'tiborni o'ziga qaytarishdan boshlanadi. Shuning uchun hayotimizga nazar solaylik va hayolimizga nazar solaylik. Buni ichida nimalar ketyapti? Shu narsa menga tegishlimi yo'qmi? Va shu narsaga o'zgartirish kiritishga harakat qilaylik. Hammaga rahmat. Ko'rishganni ko'rishguncha.